Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi o'sha Blender dasturida o'sha kaptok tayyorlash masalasi bo'yicha shug'ullanib ko'ramiz. Birinchi yaratilgan figurani olib tashlaymiz. Birinchi qadamimiz Add Mesh Isosphere komandasini tanlaymiz. Mana e'tibor bering. Isosphere tanladik va o'sha Isosphere tanlagandan so'ng birinchi qadamimiz Add Isosphere'da uning subdivisionini bir qilib qo'yamiz. Subdivision birinchi qadam o'sha subdivisionni bir o'lchamga o'tib qo'yamiz. Keyin bu berilgan ma'lumotni mana berilgan sferaga rang beramiz. Rang berish masalasida mana bu joyda rang berish, ya'ni material properties degan bo'limimiz bor. Material propertiesdan mana sichqon joyga ko'rayotgan bo'lsangiz, yangi rang tanlaymiz, new. Mana bu yerda base color degan bo'limimiz bor. Birinchi rangimizni tanlab qo'yamiz. Mana ixtiyoriy bitta rang tanlang. Keyin yodingizdan chiqmasinki, mana materialda mana bu joyini mana ikkinchi rangni yana bitta tanlaymiz. New. Ikkinchi rang tanlandi mana. Qizil rang bering keling. Uchinchi rang tanladik. Shu ketma-ketlikda 3 ta rang tanladik. Mana ixtiyoriy rang berishingiz mumkin. Kaptokda rangini o'zi tanlab olasiz. Undan so'ng add modifier degan mana kulish rasm bor bo'limimiz bor. O'sha add modifier tanlaysiz. Add modifier bo'limida juda ko'p funksiyalar bor. Bu funksiyalar keyingi darslarimizda ham davom ettirishimiz mumkin. Aynan hozirgi birinchi qiladigan ishimiz add modifierda bevel keyingi qadamimiz, 4-qadamimiz mana bevel tanlaymiz. Bevelda juda ko'p funksiyalar hosil bo'ladi. Aytgancha bu kaptokda tayyor bo'lishida mana bu joydagi view or shadingni bosib qo'ysangiz qanday amal etayotganini ko'rishingiz mumkin. Endi mana shu joyda add modifierda offset bo'limini tanlab turibsiz mana offset. Online vertex bosasiz mana. Keyin material tanlaysiz mana 0 -1 edi, biz birinchi materialni tanladik mana. Birinchi materialga rang berdi mana. Endi o'sha berilgan rangning o'sha berilgan rangni o'lchami qancha ekanini tanlab qo'yishimiz kerak. 0.100 edi, bu 0.140 atrofida qilib qo'yishingiz mumkin. Ekranda ko'rayotgan bo'lsangiz mana shu joyda o'sha kaptokning o'sha ranglarining o'lchamini o'zgarayotganligining guvohi bo'lasiz. Xo'sh, mana bu joyda birinchi bevel ketdi. Ikkinchi komandamizda endi ikkinchi bevelni beramiz mana. Ikkinchi bevel mana. Endi bunda online vertex teginmaysiz, materialni o'zgartirasiz. Biz materialimiz qizil, yashil, sariq bergandik-ku. Mana birinchi materialimiz o'shani 2 qilib qo'yasiz mana. Mana bu joyga ketdi mana. Ana endi mana bu joyda offsetni, ya'ni bu joyda mana bu rangimizni qalinligi haqida gap ketyapti. 0.100 10dan 1 mm berayotgan joyda biz 100dan 1 qilib qo'yamiz mana. E'tibor berayotgan bo'lsa, mana joyda mana bu ranglarda futbol to'pining tikiladigan o'sha materialning o'lchamini o'zgarayotganini guvohi bo'lyapsiz. Mana o'lchamiga teginmagan holatda ko'ryapsizki, bunaqangi holat bo'ladi, ko'rib turibsiz. Bu offsetni 0.100dan 1 qilib o'zgartirish imkoniyatingiz bor. Xo'p, o'zgardi mana. Endi subdivision degan bo'limimiz bor. Add modifierdan keyingi komandamiz subdivision. Mana shu subdivision surface degan bo'limga kelasiz. Bu ya'ni e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana kaptokning mana hamma joylari burchaklari bor ekanligini ko'rib turibsiz. Burchaklari bor to'p odatda uchramaydi, bilasiz. Savol tug'iladiki, buni silliqlashtirish qanday variantda bo'ladi degan savol tug'iladi. Tabiiy. Birinchi add modifierdan kelasizda subdivisionga kirib, subdivisiondan buni sample degan bo'limga o'tasiz. Mana e'tibor bering, o'sha joyi qiziqroq. Ko'pchilik mana shu jarayonni chiqara olmaydi. Sababi o'sha burchaklari bor. E'tibor samplega kirib, renderda mana e'tibor bering, mana renderni 4 ga o'tkazasiz mana. Render 4 elementga o'tdi mana. Mana render 4 bo'limga o'tdi. Undan keyingi bo'limimiz add modifierga keyingi komandaga o'tasiz. Add modifierdan cast degan bo'limimiz bor. Castga kiramiz mana. Cast. Mana cast tanladik va mana bu joyda factor degan bo'limimiz 0.100dan 50 ni 1 o'lchamga o'tkazamiz mana. Mana ko'rdingizki, mana buning burchaklari yo'qolganligi, haqiqiy kaptok tayyor bo'lganliklari bilan guvoh bo'lishingiz mumkin. Hurmatli talabalar, bu video kontentni ko'rishingiz, to'xtatib ketma-ket bajarishingiz mumkin. Tezkor tugmachalari komandalarida bitta-bitta yozib olishingiz mumkin. Rahmat.